Korporativ moliya. Korporativ moliya sohasida ishlaydigan mutaxassislar uchun ularning oxirgi maqsadi o'z resurslarini rejalashtirish va amalga oshirish orqali biznes qiymatini maksimal darajada oshirish, shu bilan birga xavfni muvozanatlash va kompaniya uchun rentabellikni boshqarishdir. Faoliyatni 3 ta toifaga bo'lish mumkin. Kapital sarmoyalar, kapital moliyalashtirish va dividendlar hamda kapitalning qaytarilishi. Kapital sarmoyalarda menejerlar qaysi loyihalarga sarmoya kiritishni va qaysi korxonalarni sotib olishni hal qilishlari kerak. Ularning maqsadi kapital sarmoyalardan tavakkalchilikni hisobga olgan holda iloji boricha yuqori daromad olishdir. Kapitalni moliyalashtirishdan maqsad kapital strukturasini optimallashtirishdir. Ya'ni firma kapitalning eng past og'irlikdagi o'rtacha qiymatiga ega bo'ladi. Va nihoyat, dividendlar va kapitalni qaytarishda agar menejerlar biznesda yetarlicha yaxshi foyda topa olmasalar, investorlarga kapitalni qanday va qachon qaytarishni hal qilishlari kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, korporativ moliya bo'yicha menejerlar yuqori tavakkalchilik bilan moslashtirilgan daromadga ega bo'lgan kapital sarmoyalarni amalga oshirish, bu investitsiyalarni mumkin bo'lgan eng past xarajat va eng yaxshi kapital tuzilmasi bilan moliyalashtirish va nihoyat, agar investorlar yetarlicha yuqori daromad ola olmasa, kapitalni investorlarga qaytarish bilan shug'ullanishadi. Korporativ moliya sohasida kapital bozorlarining ikki tomoni haqida gaplashaylik. Bir tomonda turli sohalarda faoliyat yurituvchi kompaniyalar vakili bo'lgan korporatsiyalar o'z faoliyatini rivojlantirish va yuritish uchun kapitalga muhtoj. Boshqa tomondan, bizda kompaniyalarga sarmoya kiritish uchun pul mablag'lari bilan investorlarga vakillik qiluvchi institutlarimiz bor. Kapital investorlardan korporatsiyalarga o'tadi va buning evaziga korporatsiyalar institutsional investorlarga obligatsiyalar yoki o'z kompaniyalaridagi aksiyalarni chiqaradilar. Sell side, ya'ni sotish tomoni sifatida ham tanilgan investitsiya banklari ikkala tomonning munosabatlari va aloqalaridan foydalangan holda ushbu operatsiyalarni osonlashtiradi. Ular institutsional investorlar va korporatsiyalar bilan gaplashadi va sarmoyani jalb qilish hamda investorlarga aksiyalarni chiqarish bo'yicha bitim tuzadi. Bundan tashqari, davlat buxgalteriya firmalari ushbu korporatsiyalar uchun moliyaviy hisobotlarni tekshirish va tayyorlash bilan shug'ullanadi hamda institutsional investorlar tomonidan foydalaniladi. Xulosa qilib aytganda, korporativ moliyaning asosiy ishtirokchilari korporatsiyalar, institutlar, investitsiya banklari va davlat buxgalteriya firmalaridir. Birlamchi bozorda yangi aksiyalar va yangi obligatsiyalar korporatsiyalar tomonidan chiqariladi. Ikkilamchi bozor esa investorlar o'rtasida ochiq kompaniyalarning qimmatli qog'ozlarini sotib olish va sotishni o'z ichiga oladi. Kapital bozorlari ishtirokchilariga chakana investorlar, ya'ni yuqori daromadli shaxslar va institutsional investorlar, ya'ni investitsiya fondlari, pensiya fondlari, xususiy kapital firmalari, venture kapitali va angel investorlari kiradi. Korporatsiyalarni ommaviy kompaniyalar, ya'ni birjada sotiladigan yoki xususiy kompaniyalar deb tasniflash mumkin. Kapital bozorlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan operatsiyalar turlariga IPO, ya'ni birlamchi ommaviy takliflar, navbatdagi aksiyalarni taklif qilish, xususiy joylashtirish, qo'shilish, leverage sotib olish va ajratish kiradi.